bo'ldi. Voy to'xta. Esing joyidami sen qizi? 3 yoshli bolangni tashlab qayoqqa ketasan? Ha, tashlab ketmoqchiman. Bolangga kim qaraydi jonim bolam? Ketma. Oyijon, asabim buzmay iltimos. Men o'zini vaqtida olib tashlashim kerak edi. Unaqa dema. Shu bola tufayli eringni 3 yil sog'ding. Siz shunaqa demaganingizda homiladorligimni bilgan zahotim olib tashlardim. Bas qil. Bo'ldi, oyi, asabim buzmang. Gap tamom, men ketaman. Ketma. Jon bolam. Yo'q, bolang ketaman. hali yosh. Jon bolam, bolangni o'yla. Xola, siz boqing. Yoki ana bo'lmasa otasiga berib yuboring. O'ylab ish qil jon bolam. O'ylab ish qil. Ana, dugonalarim allaqachon Turkiyaga borib mazza qilib dam olib yuribdi. Oyim, men shunaqa hayot xoliyman men ham. O'zim uchun yashagim keladi, tushunyapsizmi? Sen qiz odam bo'lmading-da. Bo'ldi, erga tegishing kerak, oq ko'ylak kiyishing kerak dedingizmi? Dedingiz, qildimmi? Qildim, bo'ldi. Bo'ldi, oyi, endi o'zim uchun yashayman. Bola sizga siylov. To'xta!